shaharda bunaqa hovli uy, bunaqa narxda topish biroz mushkulot. Yana bo'lib ham shaharning eng olibda zo'r rayonlarida. Assalomu alaykum, Zinat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Bugungi manzilimiz xo'p, shaharning markazi, Jasmin balaxonasining shundoqqina orqasida, ya'ni Sobirbuloq hududiga kiradi. Umumiy 8 sotik. Kirishimiz ko'ryapsiz, temir robotda chiroyli holatda qilib qo'yishgan. Kattagina basseynlar qilishgan. Bu yerda qo'yxona, molxona, yemxona hamma sharoitlari bor. Xo'p, bu yerda bitta katta, taxminan 12-14 metrli ayvon, plus ikkita spalni, bitta katta zal. Hammom, tualet bu tarafda. Xo'p, uy holatini kirib ko'ramiz. Xo'p, kirishimiz bilan katta aytib o'tgandek, xo'p, veranda bu tarafda shuni to'sib turib, oshxona qilib olsangiz ham bo'ladi bemalol. Xo'p, kirganimizda alohidadan ikkita spalnida xonalar. Holatlari pokiza holatda. Oyoq taylari taxta pol qilingan. Isitish tizimlari, ya'ni atapleniyalari bor. Ko'rib turganingizdek holatda. Xo'p, qurilganiga taxminan 15 yil atrofida bo'pti. Uyning holati bekir, baquvvat, moshniy uy inshaalloh. Uyda podval qismi ham bor ekan. Xo'p, bu yer oshxonamiz, yozgi oshxonamiz. Odam yashamayapti bugungi kunda. Shuncha qarovsiz. Remont qilib olasiz. Hammom, tualet holati hisobda o'zingiz noldan qilasiz. Xo'p, bugungi kunda bu xonadonimiz narxi 79 ming yaxshi dollar degan joyda biz inshaalloh Zinat uy-joy savdo obunachilari uchun 71 ming yaxshi dollarga berib olishga qaror qildik. Inshaalloh bemalol murojaat qilaverasizlar.